Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab-ül İstiğfari. Bu istiğfar yetişniki mene babudur bu deydimdi. İstiğfar. Biz hem de Riyaz-ı Salihin diye kitapta okuttığımız yani en ahirki kitapka geldik belki. En ahirki kitap kitap onu da ki bir iki bab bakin. Bununla inşallah Riyaz-ı Salihin tükeydikin. Hem de istiğfar yetişinki kitabıdır bu deydim. İstiğfar diyen neyme? Bunu bir biliş gerek. Hem de istiğfar diyen gepnik özü bu bir Arapça gep. Arapça gep bulup bu bir mesler yani söz tumur deyimiz. Bununki isim fil mazi ve fil muzarisi istiğfara yestağfirun. İstiğfaren mustağfirun ve mustağferun. İstağfir la yestağfiru lem yestağfir diyen müştak keludi. Yani bu istiğfara diyen istafale babıdan boğandikin. Yani bunun da asli sulası mücerretke kıyas qavaqtı yüzüde, selişti qavaqtı yüzüde onunki 3 çarpı ziyade boludu. Birisi eylip, ikincisi sin, dördüncüsü sin, üçüncüsü ta. İyisi teni evasa gafere diyen manide. Hem de gafere diyen ne diyen gep? Mağfiret kıpto, mağfiret kısa diyen gepnin üzü. Bu yer yapsla diyen gep buludu. Yani gıfar, gafere, yagfir, gafr. Mağfiret kıldı yani yaptı diyen gep buludu. Yani şu beşgayu keyen açta kimlanınki üzerinin miktar edep açta ataydı. Çünkü Adem'deki beşini yapkandaki ikinci bir Adem'ni kövmesi için. En bu yerde istiğfar çoğu, istifade babıdın diyen gepnik üzü. İstiğfar etipti o. Yani istiğfar diyen gep. Yani gıpar kılışını talep kıldı. Yani gıpar kılışını yani yepişini. Yani onu mehbi kırıp hakka kösetme yuşurun kılışını talep kıldı o Adem dedi. Çünkü istifade babıdaki agavatın istifade talep manideki çıkarak. Hem de onda varken bu lügat mensi bu. Yani bir nesi yepbelişini bir adam yeni bir adamda talep kıldı. Onu bu aşkarlık kılmagan olsa, uçuk kılmagan olsa, yeyi atmagan olsa, mehbi kalsın, yuşuru kalsın diyen. Benim şu lügat mensi bu olan buldu. Hem de buradaki şer'i mensi mi? Yani biz işitte atkanı istihbar ettiş, ve hakaza Kur'an-ı Kerim'de istihbar ettiğine Peygamber Sallam yedisi istihbar ettiş gerek, istihbarın mıdak neymiş oldu diyen gep bu. Neyim diyen gep? Yani o diyen gepnin üzü istihbar etti, istihbar okudu, istihbar dedi diyen gepnin üzü. Yani bir mümin, Müslüman er ayal olsun. Yani bu adam yüzdeki günahıniki üzünü, ötküsüp koygan günahıniki üzünü yuşuruşunu, mehbi kılışını, yaymasını, aşkar kılmasınınki üzünü, mene nime kıldı, Allah'ın şu talep kıldı. Diyen nime de o manide. Yani istihbar etti diyen gep. Yani bir adamniki yüzü ötküsüp kalgan, okumaya kep kalgan, çoğun küçük. Müştak günah olan bolsa, bu günahınki yüzüne Allah'ın meni yuşuruşunu, o dünya ve bu dünyada yuşurup hakka aşkar kanmay, onu mehbi kılışını, mene onu hakka aşkarlavatmay, mehbi kılışını, yuşurup kılışını, aşında mehbi aleti kep kılışını talep kıldı, diyen nime o gep. Onda oğadıken, İstiğbarın mənisi benim muşu. Ben bu şer'i mənide bir işilti atkan mənideki üzüde. Hem de bu neymiş onda oldu? Çünkü günahınki üzü, mehbi qağa vaxtı üzüde aşkar kılmayın soralmaydı. Yani aşkar qağa, mehbi qağa vaxtı üzüde gene hak köymey. Onu işkiz bir adam kılmayın, köymey ya kendimi kılmayın.
Qavaqdaki üzüdə bunundan İslam dinini soralmaydı, o məxfi qilish kerak günahınki üzünü. Bunu tavsiye qılıdı. Mayli, qandaq bir cinayət, qandaq bir narsa olsun, bunu yuşurishini asas maqsad qılıdı. Şunun üçün Müslümanlarınki cəmiyyətində hər qandaq bir buzuq qiliq və buzuq işlardan ibarət olan bu nərsniki yeyishni, hər qandaq yolu bilan, hər qandaq bir şəkil bilan yeyishniki üzünü, bu nima deydi, onu haram debço qaraydı. Mana undaq bo'lgan vaqtimizda o'chani o'zida shar'iy tarafdan uni jazo belgilagan bo'lsa, uni jazolab jazolash shu jazolanadi. Ya'ni shu gunohning o'zini maxfiy qilmay oshkor bo'lib ketibdi. Oshkor bo'lib ketgan bo'lsa, o'chani islomiy davlat tumaydi. Tumay opirib, uni akirib davlat o'zi da'vochi bo'lib, uniki rasmi yog'ami deb o'cha taftishlab, o'cha tekshirib, uni rasmiy belgi olmaydi, shu odam o'zi iqror qiladi. Bunu ular anladaki onu kartılgan Kur'an hadisi ceza beriş mandat degan bo'lsa, uni kartta bunu jazochi beriladi. Ama o yoki maxfiy bo'lmabdi, yoki uyushini qilibdi, o'chamizda buni davlat surishti qilmaydi. Ama bu oshkor bo'lib ketib, mana yomon ta'sir qilgan holat bo'lib qolsa, uni surishti qilib tutib o'chadi, olib jazolaydi yoki u odamning o'zi iqror qilibdi. Ben bu işte cinayet etkisi koydum, ya zina koydum, ya qanday qilmang bir Allah'ınki kanunu olan bu kanun icra son dese uçağınızda bu uçağınızda onu jazochi beriladi. Endi ahiret o'g'achonizda Alloh taolo biz gunohni yushirishni nima uchun talab qilamiz? Chunki hozir deganimizdek gunohniki oshkor bo'lish, ya'ni asli har qanday bir mo'min musulmon qilmas kerak, lekin insonchilik yuzasidan ba'zi ashtaq bir ishni mushtaq to'g'ri olmagan bir ishni qilib qolgan bo'lsa, u chog'ning o'zida buni darhol mana oshkor bo'lmagan bo'lsa, Allohdan buni oshkor qilmaslikni talab qilish kerak. Chunki oshkor qilmagan vaqt o'zida bu gunohning o'zi Alloh bilan bandaning orliq qilib qoladi. U chog'da Alloh xolisa mana uni nima qilgan gap, afu qilib, kechirim qilib, uni so'roqchi tortilmaydigan gap u dunyoning o'zidami? Mana bu e'tibor bilan buni nima deymiz buni? Bu e'tibor bilan istig'for etishniki nihoyat ahamiyatli ekanligi uchun bu yer bo'linadi. Endi Alloh taolo bu gunohniki o'zini bu odamning o'zi nima qilibdi? Meni mag'firat qilib yushirishni talab qilibdi. Ya'ni istig'for etibdi. Etib turib, ağzını müştaq qilib turib, amma bu adam o günah davomlashtirgan bo'lsa, bu adam o rasmiy istig'for etmagan bo'ladi. Uçağınızda bu nima yo'q? Istig'for etishniki shartlari bor. Shu shartni o adam rasmiy o adam gunohniki gunoh ekanligini bilish kerak. Bilgandiki bu adam o gunohdan qanday jon tortib olib kelganligini o'zini, mana uni ibrat edish kerak, unida rasmiy üzülüş kerak. Üzülüp anadayken qat'iy ikkinchi o adam o gunohni qilmaslik kerak. Mana eğer Allah bilan bandaning o'tirsa olsa mushtaq bo'ladi, ammo banda bilan bandaning o'tirib olgan bo'lsa, o'chanizda kishiniki haqqini evelish yoki bo'lib verish, oldi verish, o'g'irlab evelish, saxtikorlik qilib yolg'on gap qilishdan iborat bo'lgan, mana har xil shaklda mana qonunsiz yo'l bilan uni evelishdan iborat bo'lgan bo'lsa, buni qarta istig'for etib qo'ysa, u bo'lmaydi. Uni qanday qiladi? Uni o adam rasmiy bilgandiki, uni o'z haqqiga qaytirdi. Men öz haqqiga egisi qaytirib ani qildi yoki urvag'an bo'lsa, tillavag'an bo'lsa, g'aybat qilgan bo'lsa, uni halollik ishlaydi, uni deydi, uni kechizlaydi. Shuning bilan andikin bu istig'forniki uchaning o'zida buniki foydasi rasmiy bo'ladi. Bo'lmasa u odam hozir gunoh istag'firlar, hozir g'aybat shikoyat qilib, shunda xato ish qilib andikin, ya'ni u desa uniki nimasi yo'q Qur'oni Karim degandek, valam yusiru alama fa'alu degan bu oyatniki bu mazmun asosida to'g'richu bo'lmaydi. Bo'lmagandiki bu istig'for meni nima emas, bu mo'tabarchu emas. Endi bu yerda istig'forniki ba kitobi dedi. Endi istig'for etishniki hukmi nima? Agar bu odamning o'zi ashta bir xato gunoh yutib buzgan bo'lsa, buni bilgan bo'lsa, darhol bu odam istig'for etish kerak. Bu vojib. Agar unda qilmagan bo'lsa, bu nima bo'ladi? O günah yengil sanılan bulup, uçağınızda günahınki üzü yengil sanışının üzü İslam dininde en iğir. Yani işte bulmaydı o. Deyip, onunki hata ikkelliğini yuşurup, uçağınızda Allah onu bir ötküsüp koyunup, itiraf kılmagan olsa, bu ağır cinayetki hatta dinden çıkarıvetiş. Yani istig'for deydi. Degen muşu derişi apırdı. Eğer o adamınki üzü unda kılmay, derhal Mene işte küçük yani o günahın özü çok küçük oldu. Şunu qarab andaki istig'for etishning özü bu adamga shundoq hukmchi beriladi.
Onun için istig'for etişinki fazileti qandaq, onun paydası dünya ve ahirette, onunki menfaati qandaq. Men bunun üstünden qilgan gap, to'xtalgan gap. Dedi Allah Taala: "Vastagfir li zambika." Dedi Allah Taala Peygamberimize hitap qilib, istig'for etgan, "Ey Muhammed aleyhisselam, senin günahınğa." dedi. Aslida Peygamber degan hech qanday bir günah o'tkazmaydigan, bütün günahınki hammasi demo ma'sum. Şuna e'tiqod qilamiz. Mayli cho'ng olsun, mayli kichik olsun. Bu günahınki o'zidan u zotniki o'zi nima o ma'sum. U gunohchi o'tkazmaydi. Endi hem Allah Taala mana Peygamber alayhisolatu vassalamga ilgaki va oxirgi gunohing hammani nima qildi? Meni mag'firat qildi degan nima oyat bor. Mana oyat bo'lib mag'firat qilib buruqlig'ini yani Allah Taala Peygamber samga men istig'for et deganligi o'zi nima ekan? Nayt muhim ekan. Ya'ni u odam qancha gunoh qilib ketsin, menda gunoh yo'q desimi davomli nima qilib turish kerak? Istig'forchi etib turish kerak. Buni qarta Peygamber samga Alloh uchun mush oyat uchun degan. Unda o'g'andagi har qanday odam Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan bir ütüp gitip pakiz adam yok. Hiç qanday Peygamber sam başka hiç qanday evliya olsun, hiç qanday bir hatanın üstü için cezmen buludu. Endi bu günahınki türünü aytacak. Yani oylansak o bir ayrım bir tema. Bunu desek. Ve dedi Allah Teala: "Vestagfirillah innallaha kana gafurar rahiman." dedi. Yine Allah'ı istig'for et ey Muhammed aleyhisselam ya ki her bir mümin, Müslüman, ayol, çoğun küçük. Cezmen Allah mağfiret kılıcıdır ve rahim kılıcıdır dedi. Yani Allah Teala mağfiret kılıdı. Aynı zamanlık üzere o bendeki için neme kılıdır? Rahim kılıdı. O benim müşi sifat boğallığı için sen neme kılın? Her kandak ayol bolsan mı? Sen neme kılın? Allah için istig'for et. Bu Allah neme kıldı? Buyruk kıldı. Bu buyruk ne? Beca keltirişimiz bizdeki geldiğimizin üstüge neme vacip. Şu bekar tutma istig'for etimiz. Ama resmi günah kılsak o zaten tövbe kılışı onu kılmasak bulmaydı. Yani eğer onu işte bulmaydı bir kata günah koyun işte bunu dengeli salap kalsak uçağın hata. Uçağın en ağır akıbetke düçarçı bulunuz. Yine dedi Allah Teala: "Fesabi bihamdi rabbike ve sabiru innehu kana tevvaben." dedi. Sen tesbih etken Muhammed aleyhisselam seninki Rabbinge hamd yetişilen. Seninki Rabbinge hamd yetişilen birlikte yani billah mutalabbis yani sen Rabbinge hamd et qavaqtın üzüde aynı zamanın üzüde Allah'a nima qilgan istig'forni tasbihchi et. Ve ila Rabbinge nima qilgan istig'forchi et. Çünkü Rabbingniki o'zi nima o tövbeni şu qabul qiluvchi zot. Unda o'g'andikin davomli jo istig'forchi et tövbe qilibchi to'g'in deydimdi. Yine bu ayetim şunada yine Allah Teala dedi ki: "Lillezine taqav inde rabbihim cennetun tecri min tahtiha enhar." Dedi Allah Teala'nınki vel mustagfirine bil ashar. Degan ayet kiçilik Allah müştaq dedi. Yani Allah Teala mana muttaqi bo'lgan odamlar uchun bordir. O'ziniki Parvardigorniki dargohidan mana tahtidan eqib turgan jannatlar chu bor. Depço şundan dedi. Yani o kişiler qandaq kişiler, mana muttaqi bo'lgan kişiler, vel mustagfirin yani üstüde bir qancha sifatlar var. Men ular saharda istig'for etguchilar. Yani tong atqandan keyin kun chiqishiniki oldida, yani oldi kaylarning o'zida Allohga nima qiladi? Istig'for etib turdi. Men bu kishilarniki o'zida Alloh taolo nima deb maqtadi? Muttaqilar dedi. Muttaqi bo'lsak nima bo'ladi bizga? Allohniki dargohida tayyorlab qo'ygan bir qancha jannat bor ekan. Bunga noil bo'lishimiz uchun nima bo'lish kerak ekan? Atdiganda oqshomda davomli istig'forchi etib turishimiz kerak. Yani bu oyatda ashar sahar vaqtlarda dedi. Chunki sahar vaqtining o'zida qilgan mushta istig'for etgan istig'for qon tövbeniki jiq nemisi var, ta'siri var, manfaati var. Çünkü o vaqtning o'zida yangidan bir ishni boshlaydigan bo'lgandan oldi bilan mana kechida yoki o'tkazib qolgan ba'zi bir xatolik, kamchilik bo'lgan bo'lsa, uni da istig'for etishni talab qilish bilan birlikda kelgusidagi kunduzgi ishlarning o'ziniki yana unda bir gunoh ishniki qilmaslikni nima qilish, Allohdan uchun talash, buni davomli eslash. Bunun için şu payda şu an sahardaki istig'for etganlar deb muttaqiniki bir sifatniki o'zini bunda ta'rif qilishiki sababi şu. Yine dedi Allah Teala: "Ve men ya'mal su'an aw yaldim nefsehu, summa yastaghfirullah yecidillah gafurar rahim." Bir adamiki yaman bir ishni qilib qolgan bo'lsa, yani o'qimay yoki o'z nafsiga zulm qilibdi.
Bu yerda o'z nafsiga qanday zulm qildi? Asli men mu'min, musulmon degan odam mana bu e'tibordan Alloh taolo mushtaq bergan noz ne'mat hisobsiz. Men mush foydalanayotgan, hatto biz bir pungluk chog'ning, bir pungluk narsani o'zini ikkinchi odam biz bekor qilmaydi. Biz mushtaq berayotgan minut, sekunddan xoli bo'lgan mushtaq narsa ne'mat, buni sansaqmi, buni tugatqilmaydi. Bu e'tibor bilan bir nima qilishimiz kerak? Davomli Allohga qat'iy buyrug'ini ijro qilib, to'sqa ishni qat'iy yenib uni qilmasligimiz taqozo qiladi. Mana mush e'tibor bilan agar shu ishni bir kichkina bir narsa qilib qo'ydi, masalan, yodimiz yo'qib qoldi, yo bir ish bo'lib qoldi, bunda sahva bo'lib qoldi, bunda xato ishlar bo'ladi. Mana bu odam o'ziniki nafsiga shu ishni qilamagan zulmchi bo'lgan bo'ladi. Mana mushunda qon bo'lsa bir odamniki o'zi, mana qanday qilib darhol xato ekanligini bilib, shuning bilan u odam Alloh uchun istig'for etgan bo'lsa, mana tabudu o kishi Alloh taoloni G'afurur Rahiman debchu tabudu. Ya'ni shunda bir xato o'tib darhol Alloh istig'for qilsa, shuning bilan Alloh o'zining gunohini mag'firat qilganligini u odam topidiki, ha, mana xato o'tkazib qo'ygan. Asl xato o'tkazib qo'yganlik bunaqa jazo kelish kerak. Uni jazolak. Unda bo'lmagan bu odam darhol biladiki, hushyor, sezgir odam bo'lgan ekan, ha, Alloh meni gunohimni kechiribdi, shon buni qarta meni rasvo qilib yoki jazolab yoki qiyinchilik uchirib bunda qilmabdi, deydi. Unda o ekan, ya'ni istig'for etishniki foydasi nima ekan? Istig'for etishniki mushdaqcha foydasi bor ekan. Ya'ni istig'for etgan vaqtingizda uning nimasi bor? Mana Alloh meni mag'firat qildigan Alloh borki, u Rahman, Rahim bo'lgan Alloh bor. Jazman nima qiladi? Mag'firatchi qiladi. Uning uchun nima qilinglar? Istig'forchi aytinglar. Yana dedi Alloh taolo: "Va ma kana Allohu liyu'azzibahum wa anta fihim, va ma kana Allohu mu'azzibahum wa hum fi wa hum yastaghfirun." dedi. Bo'lmadi Alloh taolo ularning ichida sen bo'lgan muddatda, bo'lgan holatingda, sen ularning ilida bo'lgan holatingda Alloh ularni nima qilmaydi? Azoblamaydi. Ya'ni azob oqibat tushirib, musibat yetkazib, undaqcha qilmaydi. Ve Alloh taolo ular istig'for etib turgan vaqtning o'zida ularni uchun azoblovchi emas, Alloh azoblamaydi deydi. Unda o'yladim, mana bu oyatning o'zida istig'for etib tursak, mana u davomli etib tursak, o'shaning o'ziga bizga Alloh taolo tarafdan kelgan musibat, mushunda qiyinchilik ahvollarning o'zi uchun bo'lmaydi ekan. Mana bu qiyinchilik ahvollarning mushu musibatniki o'ziniki yetishniki bir sababi nima? O'ziniki gunoh qilganini e'tirof qilib, shu Allohga u meni mag'firat qilgan Alloh bor deb uni uchun qilmaganlik sababidan chiqadi. Shu sababni bu vatgan gap hozirgi ichinish ahvollarning o'zi. Yeni dedi Alloh taolo, eng muhim bo'lgan hamda bir odamniki o'ziniki xato qilganligini e'tirof qilish. Ammo men o'g'irlik qilmadim, zino qilmadim deydi. Valolki qarab baqsaq axloqi talabdan buzilib, qanday holatda qilayotganligini bizcha uncha bilamiz. Ya'ni biz hatta o'zimiz tortib bilamiz hamda. Unda o'g'an ekan shu vaqtning o'zida buni bildim deb darhol sezgirlik qilib, sezgirlik holatda buni bilib tushunib qilishniki o'zi bu bir xil ish. Buni hamma narsa bilmaydi. G'aflatda ketib qoladi. Buni darhol uni bilib o'chani istig'for etgan bo'lsak, bizga bunchalar og'ir ahvollar uchun kelmaydi. Hech qanday bir odam hozir men xato qilibman demaydi. Xato qilibman, hamma meniki to'g'ri edi. Xato ish bo'lsa-mi, men to'g'ri deb jahillik qilib, shundoq gadangashlik qilib, kajlik qilib shu turib olgan ish cho'pa. Buni qarta anadagi mushundoq musibatniki o'ziniki yetishniki sababi cho men mushundan iborat. Endi dedi Alloh taolo: "Vallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarulloha fastaghfiru lizunubihim wa man yaghfiru zunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." dedi. Yine anda bir kişiler ki kaçaniki bir set işlik qilib qo'ysa, bu set ish deganimi islom dinimizda to'sqan, uni cho harom deb beketken. Men mush ishlarniki hammasi bir mu'min musulmon odamga nisbatan bir satqilik va sat nima u so'zdan iborat bo'lgan narsa bo'ladi. Bu nima u? Unda o'g'andikin mushunda bir narsa bir odam bir mu'min musulmonlar qilib qolgan bo'lsa, yoki o'ziga bir zulm qilib qolgan bo'lsa, ya'ni o'ziga loyiq bo'lgan mu'min musulmonlik ishga iymoni bor, turg'i shunga loyiq bir ishni qilolmabdi. Qilmaganikin asli adolat nimati shu iymonim bor, men musulmon, Qur'on hadisga
men işilmen, Allah bize yardım kıldı, körüp durdu degandikin bu adamning bu tushuncha o'zi bu adam men shunga loyiq ishchi qilish kerakdi. Bu adolat bo'ldi. Lekin unda qilmagandiki bu o'ziga nima qilgan bo'ldi? To'g'ri joyda qilmagan bo'ldi, zulm qilgan bo'ldi. Men mushuni u adamning o'zi ashtaq qilib qolgan bo'lsa, darhol qilim qiladi, ular Allohni aslaydi. Oy, ben xato ish qilib qo'ydim ya. Bu qandoq gap? Alloh to'sqan tursa, men dinimiz to'sqan tursa, men Alloh mushtaq qilibdi, qilni deb tursa, men uni loyiq bir ishni qila olmayman, mushtaq bir ishni qilib qo'ydim ya. Deb Allohni nima qiladi? Aslaydi. Shuni bilan birlikda anidagi darhollikqa mana o'ziniki o'tkazib qo'ygan gunohiga bular istig'forchi etadi Allohga. Mag'firat qilishni talab qiladi. Ey Alloh, mushtaq xato gunoh ish o'tkazib qo'yibdi, meni afv qilsang deydi. Wa man yaghfiru zunuba illallah. Mana gunohlarni o'zi kim mag'firat qiladi Allohdan boshqa? Deb bakinglar. Unda o'diki Allah'dan başka hiç qanday bir adamniki günahını mağfiret qildigan haq huquqi yo'q. Fakat Allah uchun mağfiret qilgandikin Allah'a nima qilinglar? Istig'forchi aytinglar. Vayla bu adamning o'zi shunday bir ishni qo'ygan bo'lsa, davomlashtirmaydi. U o'zi qilayotgan narsani o'zi uni bilib turib. Mana ular bilgan holatda qilayotgan narsaga nima qilmaydi? Ular davomlashtirmaydi. Davomlashtirmaydi. Derhal şu hata pay işini qilib yoki Allohning mana bu ishlar zulm ishini qilib qo'ygan bo'lsa, derhal Allohni asab, Allohga nima qiladi bular? Mana istig'for etdi deb bular badil. Ya'ni demak, gunohga istig'for etishniki bir sababi sharti. O adam şu gunohning o'zi şu istig'for etgan vaqtini tatib derhal üzülüş kerak. Davomlashtirmasi kerak. Şununla andaki bu istig'forniki foydasi yo'q, bu chog'da bo'ladi. Nima dedi Alloh taolo? "Va lam yusirru ala ma fa'alu va hum ya'lamun" dedi. Unda o'diki bu odamning o'zi shu gunohniki ekan, xato ekan o'qib turib, shuning bilan birga yine davomlashtirib astag'firullah, astag'firullah mazaq qilgan bo'ladi. U chog'da buniki jinoyati pek og'ir bo'ladi. Bu istig'forniki sharti mana bu. Yine ayetler bu babda, yani istig'for etish babının o'zida Nadiciktir Kur'an-ı Kerim'de hem ma'lumdur. Yani mümin, Müslüman, ayolga nispeten bu Kur'an-ı Kerim'de bu doğruluk ayetteki cık ikenligi ma'lum. Çünkü her kandan bir mümin, Müslümanlık üzerindeki nemisi var, bir kitabı var. İslam dinimizin o nime Kur'an. Kur'an ne devamlı o adam ne okup durdu? Keçimi gündüz vakti okup durdu. Okup durduğundaki bunun için bilirdi. Onda onun için İmam Nevevi ma'lumdur. Diğeri kimge ma'lum? Okumay turup adamın özü ma'lum değil olmaydı. Yani mümin Müslüman duruş itibariyle men imanım var, men Müslüman diye itibariyle Kur'an'ın nemi kıldı bu adamdaki özü devamlı okup durdu. Şunu da İslam dinimizdeki ikinci asası olan Kur'an, Yedis Resulullah'ın için okup hem anlayıp düşünüp durdu. Yani bu adamda bu ayetin üstündeyimiz. Yani ayet Kur'an-ı Kerim'de cıhtır ve ma'lumdur diyen Kur'an-ı Kerim'de ma'lum. Yani hem adam bunu bildi diyen bunu kartıldı. Onu qağını cıq deməyimiz, məyər bir qancha ayetini bu doğru keltirib qoyduq. Anda oğanıq bu ayetə əsasən istig'forniki ne kadar muhim ekanligi bunu nima qilamiz, o'shaning o'zida buni uchun bilamiz. Hem farz, hem mushtaqcha nimasi bor, foydasi bor. Anda oğaniki davomli turishimiz kerak ekan, istig'forchi etib turishimiz kerak ekan. Hem neresi kelsak, birinchi hadis. Ag'aril Muzani radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilinadi. Şunda da cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ne mi dedi? Cezmen şen dedi Peygamberimiz. Cezmen gayn bub kalınıdı benim kalbimge. Benim kalbimde gayn bub kalındı. Yani huwa bir narsa şu bub kalındı benim kalbimge. Benim kalbimde hemen huwa bir narsa yani yalak bir qancha yalak sahven. Yani unutulup kaldı degende Allah'ını esmeydiğen yani mındaq buluş bir itibariyle ben insan buluş itibariyle aşıda bir vakti ütüp kalıdım. Yani Allah'ın devamlı esnep duruşu. Çünkü mümin Müslüman buluş itibariyle müştak kılış gerekti. Bulup bu peygamber boğan Adem'in üzü şundak çok kılış gerek. Lakin peygamber buluş Adem bu bir insan boğanı ki bazı vaktimizde gane yağını gayn degen yani fetret degen gep yani bir gayn yani ağına manın ağına kışkıran bir nas bulup kalıp tosal bulup kalıdı degen gep. Aşında bir tosal olgan bir iş bulup kalıdı. Benim kışkıran bir deydi. Şunu da andaki nima qildim men va jazman istig'for etman. Jazman Alloh taologa bir kunda 100 qata istig'for etman. Endi Payg'ambar alayhisolatu vassalam mana har qanday cho'ng kichik gunohniki hammasi deyman u ma'sum.
Endi peygamber buluş itibariyle kalan ümmet Müslümanlığa qarığa vaxtın üzüde o zatqa alaydı nemi var? Men təhlib və buyruqlar var. Hem şu işni qilish kerak olan işler var. O qavun peygamber buluş itibariyle Allah Taala'nın sözü bir vasıta Cibril Aleyhisselam arqılıq peygamberden düşkən. Bunu anlayan, kögen. Hem Allah'ın ki, ben Allah'a ait bu zatın üzgen, ben iltifat kılıp, hem ihsan kılıp, ben öz dargahı kışıtıp, şuna uyarı dövzak, cennet, hem beni köstüp, üzgün ki bana o asmandaki her kerametlerini, peygamberlerini ötken hem beni köstetti. Onun da başka muşu dünyanın üzüdümün, Allah Teala bu zatın üzü keşif kılıp, ben o dünyada, gaybi dünyadaki boğa işlerinin üzünden kıldı, onuğa ben okturdu. Uxtuğandaki şuna Peygamber sallam qandaq qıldı, cennet anda şey oldu, anda gördüm, anda qıldım deb hem düşüdü hem umudum ki bu iş oldu. Mene bu itibarıyla Peygamber sallam qatti undaqçı, mene bundaqçı bulması çok gerek. Hem de şunda bulması gerek, lekin insan buluşu itibarıyla bazı vaxtın özüde bunu layık olmağa iş şu bu qalıdı. Ama bu layık, bu iş zaten hakiki takva mümin Müslümanın hiç qanda bir ya günah ya bir tanqitap hesaplanmaydı. Ama Peygamber bolğan mertebesi kartta bu şundaqçı hesaplanğan gap. Bu itibarla şuna men muşunda işip qaldı dep men neme deydi Peygamber sallam men bir keç gündüzde 100 kata istighbar etime. Muş qoyğan kichiklan layığım meniki maqamıma mertebeme bir layık olmagan muştaq bir vaqtda bulup qaldı. Şununki men günah oldu dep hesaplap özüm layık olmadı dep hesaplap Allah istighbar etime depti. Unda oladikin onun da başka adam üçün mene o namazın vaxtı tak unutup qalğan, o azan çıqqasım namazın vaxtı yok. Men Müslüman dep yürüydü, nevqi dep yürüydü. Hatta men hicab depti, hicab şundaqni puturdu. Ama bu adamın quvvatqa iş başqa, şundaq Allah'ını unutup qaldı, jazalar kürüp turdu ya da unutup qalıb onu qılmay başqa tarafda bir iş qılıb başta ketip baxın. Mene hatta ki şu günah işi başta ketip baxın. Bu adamni qandaq qilish kerakkan? Mene bu adam neçə min dua qilib mene istighbar etib çok qilish bunun üçün taqozo qiladi. Bu. İkinci hadis. Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala rivayet kılın dedi Ebu Hureyre anladı ben Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den deydi. Kasem Allah'ı cezmemen, mene Allah'ı istighbar etimen ve Allah'ı tövbe kılmen bir günde cıkarak yetmişti. Hem de yetmişti cıkarak mene tövbe kılıp istighbarçı etimen dedi. Yukarıki hadisteki üzerinde 100 kata kılmen dedi. İkisinin oturursa nemi yok, zıtlıkçı yok. Yani 70'li cık kılma degeni, yani 100 etrafında kılma degen gap emdi. Bunun okşaş yani. Onda o adeken, mene Allah Peygamber sallam bir günde anıdı 100, manıda 70'li cık istighbar etimen, tövbe kılman degen deken nemi tövbe kılıdı. Mene abiyatı degenimizde. Mene küçükken şu makamıga layık olmagan bir vaqt Allah'ın mesela madaq davamlı kalbide eslep duruş gerek. Men muşu itibara bu qalğan bir işin özü cinayet hesaplap Peygamber üzüge muştaqçı kalima dedi. Biz ço mene saatlep unutup qap. Mene gaflat qalğa işimiz ço ba. Hatta ki men mümin Müslüman dep turib bunu dava qıp turib şununda suistimal qilib haram işini qilib günah işlavatqa insanlar var. Bunu ço bu qanday qilish kerakkan? Üçüncü hadis. Yine Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala anhu rivayet kıldı dedi Ebu Hureyre dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kasem Allah'ı ki meninki nefsim Allah'ınki ilgidir. Eğer günah kılmagan bolsaң idinlan Allah Teala seni ketkizip atdı. Seni qatdı, yok qatdı. Qalan ümmetler oxşaş, yok qilib. Onu dekin kat ve her aynı keltirdi Allah Teala bir qomniki günah qıldıgan bir qomni ekelitdi. Ve Allah bir qomni ekelitdi ki ula Allah'ı nima qıldıgan, men istighbar etdigan, men muşda bir qomni şu ekelitdi. Şoňla bula bu Allah Teala üzniki men ula üçün men üzniki Gafur Rahim degan aş sıfatga asasa ulan günah üçün mağfiret qildi deb men Peygamber muştaqçı dedi. Endi bu yerde günah kılınlar degan gap emas. Yani istighbarniki mena muhimligini ko'rsatadi. Bu yerde günah qilmagan bo'lsanglar idi, Allah seni ketkizib atadi degani günah kılınlar degan bu maqsad deyilish emas. Günah qilmasang olmaydi demakchi emas. Yani insanlar buluş itibariyle o
maddeden, şəhvətdən ibarət olan nəsə bu adam ciz murakkab bolğandı ki, bunu bir xatalıq oldu. Allah'ınki özünki qandaq ki, mənə mevcud, vahid və əhad, səməd dəb sifət olğanda o zatniki Gafurun, Rahim, Vadudun, Latifun deyilən nəmər var, sifət var. Bu sifətniki özünü izhar namayan qıldırış üçün qandaq qılış gerek. Bunuğa bir adam xata qılıb qalğan bolsa, onu namayan qıldırış üçün onu istiğfar etqan şunu namayan qılış iş buluş gerek. O qavı mən aşda günah qılıb qalğan adam tövbə qılıb aşda istiğfar etib qalğan bolsa, günahı nəmə qılış, məğfirət qılışdan ibarət olan iş bu. Mən bunu aşda qalğan bolsa uçaq sifət şu anlayın bol, namayan boludu. Anda o anda ki bu yerde devatkını mənə özünki mənə Gafurun, Rahim degan sifət olğanlık bu itibarla cəzmən məğfirət qıldığan bir nəməsi var, sifəti var. Onda o anda ki Allah'a nəmə qılınlar deydi, bu yerdə mən istiğfar etinlar deydi. Mən istiğfar şu etinlar deydi. İstiğfar nəmə o? Nəhayət mühim. Hətta istiğfar etməsinin üzümü mən bu nəmə mən bir millət, bir xalqını yox qılışınki nəməsi ikən o səbəb ikən. 4. hadis İbn Ömer radıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet kıldı dedi İbn Ömer. Bir tık biz mene teyyarlık kıldı, teyyar sanayttık Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bir mecliste. Bir oltuğan cayda mene 100 kata ne sanayttık, ka 100 kata ne Rabbi firli ve tub aleyye. İnneke entet tevvabur rahim diyen muşu istiğfarniki kelimesini bir mecliste 100 katım sanayttık. Peygamberim 100 katım şu deydi. Men bu istiğfarnınki neymiş bu? Lebzisi. Neymi bu? Rabbim pirli. Ey Rabbim, menin günahımın için neymi kısa, məğfirət kısa, vaң tumana tövbe ata kısa. Sil oğan bolsa, sil tövbe kubul kılıcı, hem reymi kılıcı oğan zat. Diyen neymi o gap. Men muş gapның özü Peygamberim bir meclisin özü de men 100 kata şu deydi iken. Peygamber torukluğun. Onda o andikin biz nerede peygamber qayada. Onda biz qandaq şu deyişimiz çok gerek. Men bu istiğfarnınki yetişinki yeni bir hazırki yeni bir Türk olğa sebepdeki biri konuda resmi tesbih. Yoki tesbihniki orunda binası sanaydigan hazırki yeni binası çıktı. Şundaq narsa olğan bolsa, nəhayət bəhnəmə onu ubdan boludu. Çünkü bu devamlı bir adamın özü keçimi gündüzü jigim döse undaq bolmaydı. Hiç bomdaki mağdu turdu bir yerden koldu koldu bir midrap dursa ağızdan toğanı bu hareket olup bunun paydasına ait etmeye o çıkan. Yani bu yerden tesbih yak olmaydı o nəsi tutuşun üst dinlemez. Ama dinimizin nemi var? Sebep bolğan nəsi var? Qandaq ki, mene bu həcg varsak ayrıpılan bir bağandık. Ayrıpılan həcg kılışda ibaret olan perzi ada kılış sebep. Onda o ki biz istiğfar etiş, zikir kılışqa ve tesbihden ibaret olan nəsə bu sebep. Bu yer bid'at, o da dinlemez o bu zatı tesbihin yavaş o. Onu biz din diyek kimez. Bunu saynaş pey bid'atmiş. Anı kılış bid'atmiş de bunu düşərmək. Men muşunda hata dim kılğa işler çok ban. Aslında şu nəsə olmaz həmmə də bir sınab baxsaq, men şu arıq bilim. Konumuz şunda bir nəsə olğanıya tesbih şunda konuşsaq, şunda tıqandıq ağzımız ve başka gözümüz, ayaq olsun, tilimiz davamlı zikir tesbih istiğfardı boludu. Bu əməliyyat şu onun paydasına aytacaq. Bunun qartana her tesbihli çıkıp her xil nəsə çıxıb atqan gibi. İkinci 5. hadis. İbn Abbas radıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet kıldı dedi İbn Abbas. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adamı ki lazım tutsa bu adam istiğfar etişini. Özü çaplaştırıptı. Devamlılık istiğfar etipti bu adam. Kılıdı Allah Teala bu adam için her kandak tarihçilikte bir çıkıdan cakıp verdi. Ve her kanda bir gamden bir tüşkü iç verdi. Deyip, men Peygamber aleyhissalatu vesselam men muştaq dedi deyip, İbn Abbas radıyallahu ta'ala muştaqçı dedi. Men bu hadisini men İmam Abu Davud rahmetullahi aleyh rivayet kıldı. Yani bu hadisin ahırda yine rızık verdi Allah Teala bu adamga oylamagan yerdin. Oylamagan yerdin bu adam rızık çok verdi dedi. Yani demek istiğfar etişdeki paydası muşu. Eğer men gamdan qutulay, men bir bayı olay, ayvadım ubdan bolsun desek,
Biz davamlıq nima qilishimiz kerak? İstighfar etishimiz kerak. İstighfar etsek Allah Taala bizning farzandlarimizni obdan qiladi, pul melimizni yaxshi qiladi, pul molliq, boylik qiladi, xalqning qo'li muhtoj bo'lib qolmaydigan, o'zimizning ishni o'zimiz qila oladigan holatga qilib berdi. Buni qatta mana Allah Taala Qur'oni Karim bir qancha aytdi deydi. Anistaghfir rabbakum innahu ghaffara yursilis salama alaykum midarara va yumdidukum bi amal va badina va yaj'alakum jannatin va yaj'alakum anhara. Men istighfar etsiniz, bu işte Nuh Aleyhisselam o'zi qo'ymuş shunday dedi. Shunday qilsangiz sizga qanday qiladi Allah Taala? Mana u mag'firat qiluvchi sizga mushundaq har xil noz ne'mat, har xil dengiz, daryo, eriq mushundaq rizq va bolalarning jiq mushundaq jamoat qilib, jamoatlarni jiq qilib mushundaq qilib berdi dedi. Unda olgandan biz mana boy bo'lsa, men ikkinchi bir odamga ko'zimiz muhtoj bo'lib qolmaylik. Turmushimiz ubdan bo'lsin, ma dunyolikning ishidan, shu orqa ibodatimiz ubdan qildi desak, ham balvoqlarimizni o'zi bizga vafo qilgan ubdan bir balo bo'lsin desak, qanday qilishimiz kerak ekan bu oyatga asosan yursil sama alaykum mitarara. Sizga nima qilishda qilsana, yomg'irni evatidi. Va mudilkim bi amval va banin. Sizniki ballarining bilan mollaring bilan sizga nima qildi? Yordam qildi. Dedi. Va mudilkim bi amval va banin. Va yajalum jannatda, jannat va yajalum annara. Sizga bog' bo'ston qildi, eriq berdi dedi. Bu istighfar etishning nimasi o? Manfaatdi. Shuning uchun har qanday bir odamniki o'zi, mesela balimiz yo'q yoki nima deydi? Shu ba'zi o'limalarimiz istighfar eting deydi. Istighfar etib shu ishni qilib necha odamlarniki o'zi men balvoqiliq bo'lganligini shu ko'rdik ham angladik. Bu aniq. Buni ham de qilib boqdi. Bu qilish masalasi ham e'tiqod ham ixlos masalasi bor. Buni rasmiy ishilib, o ishandi bu yerga oyoq bunda emas. Rasmiy ishni buni ifoda bildirish kerak. Şu vaqt meni qolgan emas. Men buni bir sharti bor, andiki u bo'ladi. Bo'lmasa u odam men qilsam işte bo'lmaydi emas. O shunga loyiq emassiz. Tarixdan bu yan mana mushunda ishlarning bo'lib, bu ishlarning o'zi bo'layotgan o'zida hech qanday bir odam yolg'on degani yo'q. Ammo siz kelgan vaqt bo'lmagan vaqt o'zi demak, u chatoq u oyat yoki hadisda emas, nimada o'zingizda degan gap bo'ladi. Şu an har qanday bir qiyinchilikdan chiqay. Mush bizdagi bo'lib bu hozir bizdagi ahvolimiz ig'ir. Men mushu vaqtning o'zida mushunda bir qiyinchilikdan chiqib bizning qolgan millatlarga o'xshash bir mustaqil davlatimiz bo'lsin, o'zimizning joyida o'zimiz yashaylik degan holatimiz bo'lsa, men mushu ishni çok qilishimiz çok kerak. Chunki har ishniki egisi kim? Allah. Sababi dunyo bo'lganiki, sababi dunyo asosan sababli qilamiz. Shunga birlikda o ishni çok qilamiz. Qanday qilamiz? Ashundaq jihad qilamiz, shu manfaat uchun davoyimiz manfaat har xil ishlarni qilamiz. Mana har xil faoliyatlarni qilamiz. Shu qilish orqali andik yengiydi, haqqa o'qidi, nima qiladi? Her ish lozim bo'ladi, Qur'on ish lozim, Qur'onni ishlatamiz. Har qanday ish lozim bo'ladi, buni qilamiz. Shunga birlikda aniki biz nima qilamiz? O'chog'imizda istig'for etamiz. Ota-onamiz, bolalar o'zimiz o'tkazib qolgan mushta xatolarimiz, apuqsa, jamoat va ayrim bo'lgan holatda deb mushta qilamiz, aniki ish ko'p bo'ladi. 6. hadis İbn Mesud radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qildi dedi İbn Mesud dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam bir odamga desa o adam Estağfirullahellezî la ilahe illa huvel hayyul kayyum ve atubu ileyh degan mush gapni desa bir og'iz gap hamdi. Yani bu bir qancha jumladan iborat bo'lgan. Yani ikki jumla ekan. Mush ikki jumla. Estağfirullah ellezî la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Bu bir cümle ve atubu ileyh ikki cümle. Onda o ki mush ikki kalamning o'zini bir adam desa, bunun ma'nosi nima? Allah'a istiğfar etmen ki, meni bu Allah'dan başka hiç qanday bir nima yo'q, ilahçı yo'q. Meni o Allah'ın o'zi nima? Tirik. O Allah'ın o'zi hozir nima? Qoim. Hamma odam ishni hozircha qilyotdi. Va Allohga men nima qilaman? Tövbe qilaman. Qaytaman Allohga mush ishimni xatoligidan men Alloh qaytaman deb mush gapimni o'yg'irsa, men mush gapni desa, mag'firat qilindi bu odamning gunohini uchun mag'firat qilindi. Va agar chandiki qishib ketsin bu odam nimadan zahbidan. Yani urush maydonining o'zidan bu odam o'mlab nima qilibdi? Urushdan qo'rqib, jihoddan qo'rqib, dushmandan qo'rqib, o'lishdan qo'rqib qochib ketgandan iborat bo'lgan. Mana butun ummatga, xalqqa
dinimizga ziyon qilgan, ziyonkashlik qilgan ishni ashundaq qilib qolsa-mu, ig'ir gunoh o'tkazsa-mu, jinoyat o'tkazsa-mu, men Alloh taolo bu odam gunohini nima qiladi, mushta kechiradi deb payg'ambar dedi. Endi urush maydonidagi o'zida qechishniki o'zi eng ig'ir jinoyat. Bu aynı zamanda o'zida bu jinoyatning ig'ir bo'lishi payg'ambar tilga ilishlik o'zi kafirlar, Müslümanlar urush bo'lgan vaqt o'zida uning musulmonlar ichida bir odam qishib ketsa, qishib ketgandiki bu e'tiboran bu o'zi bilan qolmay, qolgan askarlarga bu ta'sir qiladi. Ta'sir qilib ularniki ruhliq va ularniki fidokorlikdan iborat ruhi sinib ketadi. Sinib ketgandiki uning azab ketib, shundan qanday bo'ladi? İslami qo'shin u yer mag'lub bo'ladi. Islomiy qo'shin mag'lub bo'ldi degan gap zaminni yo'q qildi, davlat yo'q qildi. Mana o'ziniki diniy ibodat, ahkam va kaza naskarahni xotirjam qildi degan gapni yo'q qildi degan gap bo'ldi. Mana bu odam shunga nima sabab bo'lib qoldi. Sabab bo'lgan bu ig'ir bir jinoyat. Endi o'g'andan keyin hozir hamda urush boshlanmadi hozir. Agar boshlanib qolgan vaqtning o'zida bu odamlarning sharoit bo'lib qolgan o'zida chiqilmaganlar uchun bunun için hadi emez. Bu ig'ir jinoyat o. Çünkü farz aynı olan jinoyat nimene hemen o qonunmadı demdi. Şunu da anda qandaq oldu men mushalatga ekib qo'ydi. Abi biz ne demişimiz? Abi bizga pul topsam bo'ldimi? Pulum hemen al qildim. Abi mendeki gap qilmay chiqilmaydi debdi. Bu ish xato desa unmay, oxirida bir alnı qildi, ana Allah hammadan ko'rsatdi. Mancha qilmaydi o, men mancha pulum bor deb pul ishini özünün hukuku yoki tuqqanlari yoki og'ilari ishlab qilibdi, qanday bo'ldi hozir? Ashta bo'ladigan gap. Men bu esa Imom Abu Davud, Tirmiziy, Hakim rivoyat qildi va dedi Imom Hakim, men bu edi sahih. Nimishqan? Sahih Buxoriy va Sahih Muslimniki shartiga binoan bu nima deymiz buni? Sahih deymiz. Deydimdi. 7. hadis. Shaddad ibn Aws radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam rivoyat qildi. Dedi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, Sayyidul istig'for. Endi istig'for etish degan gap, oyatda deganimizda bu arabcha gap bo'lib, Allohga o'zidagi gunohini afu qilib yushirishni talab qildi degan gap. Talab qilish bu nima bilan bo'ladi? So'z bilan bo'ladi. Hem amaliyati bilan o gunoh uzish bilan bo'ladi. Unda o so'z bilan bo'lgandan keyin jazman buniki bir o'lchimi bor. Har qanday gapni ishlatishga bo'lmaydi. Shu yerda payg'ambar Sayyidul istig'for degan uchun. Ya'ni istig'forniki beshi. Ya'ni uniki nimasi eng olisi, eng yaxshi so'zi degan gap. Ya'ni Sayyid deganimi beshi degan gap bo'ldi. Rais uniki oldi qismi, birinchi safda turgan, eng oldi turgan kishi degan gap. Unda o'g'aniki buning qarta eng birinchisi 5 o'g'aniki uning a'zosi ekan. Ya'ni istig'forni yetishib bildirgan bundan boshqa jiq lafzilar var oyatda deganidek. Ya'ni har xil lafzilar payg'ambarimiz rivoyat qilgan ham Qur'oni Karimda Alloh taolo meni bizga bildirgan ta'lim bir mushtaq aytganida. Shuning ichidagi ya'ni eng katta istig'for qavm, eng birinchisi tövbenki shu. O qavm men hammamiz bilamiz buni. Shuki degay banda Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halaqtani ve ana abduka ve ana ala ahdika ve adika. Messetatu a'uzbike min şerri mesenatu ebu leke bin ni'metike aleyye ve ebu'u bi zembi fagfirli feyne la yaghfir zunuba illa ent. Diyen men muşuk yapniki üzü seyyidul istig'for deydi. Yani istig'for yetiş olan sözünki birincisi en alisi şu. Bu 7'si nispeten ama ayette o mübarek yani istig'for etish Rabbik birli vali deb payg'ambar ona Alloh taolo o'rgatgan. Endi nima uchun bu sayyid bo'lib qoldi bu? Desam shu duoninki mazmuni shu uchun bildirdi. Rasmiy. Yani nima deb yani ey Alloh ente Rabbi yani. Ey Alloh sen olsan mening Rabbim. Buni bilib, buni tushunib shu orqali Alloh taoloninki o'zidagi Rabbini meni iqro qilish eng muhim. İqro qilolmay la ilahe devası bir gap uçan bir hata. Bu bak muhim. Şu bu gapni oldi. Ey Allah sen olsan mening Rabbim. Rabbim degan gap. Yani meni yo'q yerdan bar qilib, her bir vaqtda o'zida o'zimga loyiq meni shu narsani berib, shunday hayot ib ketib qolgan zot. Yani mening egam sizlar. Shunday biz apamizni qo'shilib qandoq meni hayot kechirdik, uni dekin
2 yaş, 2 yaş kirgich ağırlıqda men apamızniki men emip men şu Allah perdede men unudaki men tişimiz çıkıdı, anı tişlep yeyimiz, unudaki çaynaydı, ata-anamiz yapıp bolamasa onu tişimiz rasmi çingandaki özümüz yeydi alıp ketimiz. Men muştaq. Muşunda qışarıq unudaki bizge ihtiyaç olgan narsa ki, men Allah Taala hazırçı berdi. İş manasının özü bayat dünyada yokken bundaq bir madda ihtiyaç degan narsa yo'q. Hammasi to'liq. Men bu nima oldu? Rabb bo'ldi. La ilahe illa ent. Sizden başka hiç qanday bir ilah yok. Yani bizim itikadımız bu. Sizden başka hiç qanday ilahını ilah demeymiz. Sizli ilah. Meyli o ma'bud, yani cisim olsun, yoki mahluk, yani insan olsun, bu ilah emas. Bu bilish, bunu tushunish kerak. Siz olsa sizden başka hiç qanday bir ilahimiz yok ki, ilahim yok ki, meni yarattılar. Siz meni yarattılar. Men bo'lsam sizning bandilaring. Meni o'zlariniki quli. Men sizni xizmat qilaman degan gap endi. Neyimiz shuni qilaman degan gap. Men bo'lsam sizniki ahdillariniki ustida. Ya'ni siz menga nima qilgan, menga va'da bergan, men sizga bergan va'dam batdi, men shu va'daning ustidaman. Qanday va'da bergan? La ilahe illallah Muhammed Rasulullah degandik bir va'da oldu. Shu Allohga bir degandik, ya'ni demak men şu Allah'a bir degandiki bunu qarta şu zatdaki emir fermanını qilib yonduğa işlemen yanıman bunu ahd verdim degan gap bo'ldi. Men şu nimening ustida sizga bergan ahdiniki ustida va va'dalariniki nimasida sizga bergan va'damning ustida bo'laman. Mastatatu. Ya kuchim yetgan qadar. Yani amni 100 qilib olmayman, kuchim yetgan qadar amaliyat shu. Nimishqa? Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda innalloha la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah Teala her qanday bir canınki yüzüne, nefsiniki kuchi yetadigan narsaga taklif qiladi. Anda o'g'adikin Allah Teala'ga bergan bizdagi va'damiz, ahdimizni o'zi ras qilishimiz kerak. Chunki bu ishniki egisi Allah. Anda o'g'adikin biz kuchim yetgan qadar men shu ustida deyman. Men beqilaman sizga, sizga men qilgan narsaniki yomonligidan. Men qilgan narsaniki yomon, Qur'oni Karim hadis rasiga uygun bo'lmagan, xato, harom bo'lgan, shirk bo'lgan mushtaq bir narsani men qilib qilishni men sizga beqilaman. Sizga men yolvoraman, uni saqlasin ya Alloh meni. Abu laka bi ni'matika alayya. Bu yerda qaytib men sizga sizniki menga bergan ne'matlar va nima qilaman men qaytaman degan nima gap. Asli ba yabiun qaytdi degan gap, men yerda iqro qilaman degan gap. Endi iqro qilaman sizlar uchun, sizniki menga bergan ne'matni men iqro qilaman. Bu bak muhim. Chunki bu Alloh bergan ne'matni bilib turib uni iqro qilmasa, ya'ni bilib turib odam e'tirof qilmasa bu bir gap. Men buni nima qilaman? Men buni e'tirof qilaman va iqro qilaman. Meniki o'tkazib qo'ygan gunoyim bor ekanligini men nima qilaman? Iqro qilaman. Menda gunoh bor. Unda o'g'andiki Alloh men uchun nima qilsa, mag'firat cho'q qilsa. Chunki mena sizdan boshqa gunohni hech kim uchun mag'firat shu qilmaydi. Faqat sizlar qiladi. Bizdagi musulmonlarning diniy e'tiqodi bu. Qolgan dindagilarda xristian va kazalik pop insonniki gunoh mag'firat qilish haqqi yo'q. Bu dinda nima qilgan, u o'zgartirayotgan. Men bu Sayyid istighbar, buni Uyg'ur tarjimasi mushu. Buniki agar imkon bo'lsa arabcha yodibchi o'qishimiz kerak. Bu nojiq foydasi o'tmandi deydi ana. Agar uniki arabcha yodib bo'lgan qadar buniki Uyg'ursining ma'nosini bilsak Uyg'urcha tarjima qilindi buniki, uni o'qisaqmichi umuchi bo'ladi. Eng yaxshisi nima qilish? Arabchani elib, arabcha o'qib, men arabcha yod edish, buni deyish. Endi payg'ambar dediki, bir odamiki degan bo'lsa, bu odam bu Sayyid istighbarni mana ishongan holatda shunuga. Ya'ni ashliq rasmiy ishib og'zi bunaqa epalar kelganda o'tiradi, rasmiy qalbida ishilib, bilib, tushunib, ashta degan bo'lsa, u odam men shu kunni degan kunning o'zida o'lib ketibdi. Men o'lib ketgan bo'lsa, men kash bo'lishniki oldida, ya kash qilib bo'lishni oldida bu odam shu kunda o'lib ketibdi. O'lib ketgan bo'lsa, bu odam jannatning ahlidan bo'ladi deydi. Chunki ma duoning mazmuni shuni taqozo qiladi. Shunga payg'ambar ishilib osh gapni desa degani shu. Rasmiy tavba qilib bo'ldi hammani. Mana bu qo'ylab baqilib o'sha gapning o'zi zot e'tirof qilganlik, voy deb hammasini andim qilganlikdan iborat bo'lgan bo'ldi. Yeni bir adamiki degan bo'lsa bu Sayyid istighbarning kechida. Vao'lki bu adam buni ishonadi ekan. Ishongan holatda bu adam oqshimi, ya'ni kech degan bo'lsa, uniki bu adam men tong attirishdan burun o'lib ketgan bo'lsa, bu adam ahli jannatdan bo'ladi deb
Meni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meni muştah nima qildi dedi. Deydimdi. Meni bu hadisni İmam Buxoriy rahmetullohi alayh rivoyatchi qildi. Unda o'ylaykin, meni mushu hadisga asosan bu İmam Buxoriy rivoyat qilibdi. Bu sayyi istig'for pek muhim. Shuning uchun har birimiz buni yodga elishimiz, uni bilishimiz, tushunishimiz, men mushuni o'qib tushirib ashta qilsak, mana inshaalloh biz o'lim bor. Ya kunduz o'lib ketamizmi, ya kelisimi uni bilgili olmaydi. Bilgili olmagandan keyin mana Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'niki muşu etis asasen, eğer ketisi o'qib taat işten burun ölüp ketken bolsak, cezmet cennet kirimiz. Çünkü itiraf qilib boldu bu adam, men günah istig'for etib boldu, yani tövbe qilib boldu demdi. Unda o pakiz olgan boldu bu adam. Men bu duaniki mazmuniga asasen cennet kirish kelimi loyiq. Shuningdek bu adamning o'zi atdigani degan bo'lsa, eğer kunduzi kashf bo'lgan kadar o adam ölüp ketken bolsa, men bu adamı nima qildi dedi Peygamber san cennetga kirdi. Çünkü mush oyatlik, mushu zikrniki mazmuni qarsak, bu mazmun şu adamniki rasmiy cennetga kirishi nima qildi? Taqozo qildi. Taqozo qilgandan keyin cennet kirishga nima bu adam loyiq. Bu adam yani o'zidagi Rabbiniki kim ekanligiga e'tirof qilib bo'ldi. Men Rabbini e'tirof qilib bo'lgan bu pek muhim, rasmiy, mana rasmiy öttü, nima qildi, tövbe qildi degan gapda. Men Allohda boshqa bir iloh yo'q ekanligi, buni nima qildi? Buni Alloh bergan mana bu va'da va ahdiniki o'ziga kuch yetgan qadar shuni ustida bo'lganligini yine e'tirof qildi, yine iqror qildi. Uni da boshqa Allohniki odam bergan ne'matlarni hammadan iqror qilib, hamma ne'matni o'zine silib berib tatib, hammani o'ylab boshqa qildi. Demak, nima bo'lib ketdi bu odam? Yani pakizchi bo'lib ketdi. Men bu e'tibor bilan men mushlik mazmunni qarag'an vaqtda o'zida bu odamning o'zi jannat kirib ketishga nima ekan? Loyiq ekan. Ondan keyin men bu duoniki o'zi men eng nima u meni foyz natija. Shuning uchun buni yod elib, davomli istig'for etib, mushtaq turishimiz kerak. Va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.